Barchaga assalomu alaykum. Mimi Cosmetics o'zini ish faoliyatini yana boshladi. Ko'rib turganingizdek shunaqa asal pink naborlarimizni skidka narxda qo'yib yubordik. Buni kremlari, skrablari, kremlarini ikki xillaridan bor, spreylari, geldali dushlari, qo'l kremi, sovuni, xullas uходовый sarpi uchun deysizlarmi, podarkaga deysizlarmi, hamma narsasidan bor. Ichiga tonalkasigacha qo'shib qo'yganmiz. Undan tashqari pink naborimizni ichida yana kichkina naborchamiz bor. Videoni oxirigacha ko'rishingiz mumkin. Bu naborimizning ichida tush, konsiler, pudra, juda ham ko'p narsasi bor. Xohlasanglar to'liq nabor olishingiz mumkin, katta nabor qilib. Xohlasanglar kichkina nabor olishingiz mumkin. Shunaqa podarkalar ham qo'shib beraman har bitta mijozimiz uchun. Narxini kattagina qilib sizlar uchun yozib qo'yaman. Yana lichkada qanaqa turlari qiziq bo'lsa savol bersanglar, bemalol javob beraman.